Do'stlar, qandaysizlar? Xullas do'stlar, bilasizlar, 5 oy oldin Dilimo akamizni Chaqmoq Makfin o'yinida qatnashgandim va 4-bosqichda o'yindan chiqib ketganman, yutqazib qo'yganman. Ne edik? Ben bitip pochkani yeb olibdi, ne edik? Yutib yubordingizmi? Xo'p, nechta pochka? Bitta pochka, ikkita pochka, 3ta pochka. Nechta pochka? 3ta pochka. 22 23'te. 3ta pochka to'liq. Afsus. Nedik. 21 ta Nedik tomonidan birinchi raqamli ishtirokchimiz 22 ta Bitta kam zvachka chaynagalik uchun o'yinimizni tark etdi. Finalga chiqqanlar esa Ko'rdilar mana do'stlar, 4-bosqichda bitta zvostga kam chaynab o'yindan chiqib ketganman. O'sha yerda keyin Dilshod akamiz aytgan, keyingi shouda qatnashish imkoniyating bor sani degan. Va hozir qatnashsam bo'ladimi desam, video qilishing kerak deyapti, suv bilan, reverim suv bilan. Hozir Saudiyada yo'q bilasizlar, Arabistonda unaqa suv yo'q. Shu sababli do'stlar, shu logotip bilan video qilyapman. O'zi bir kun vaqt qolibdi. Hozir Dilshod akamiz aytdi, agar videoyim shu bir kun ichida 1 milliondan oshiq prosmotr bo'lsa, o'yinga qatnashish imkoniyating bor dedi. Davay do'stlar, poddesha qilib olinglar. YouTube'ga 500 million qo'yilgan. Hozir agar sizlar poddesha qilib tursalaring, bir kun vaqt qolgan, 1 milliondan oshiq prosmotr bo'lsa, o'yinga qatnashaman ekan. Va tez fursatda O'zbekistonga qaytib, birinchi kuni aniqlar ekan, 1-noyabr kuni ishtirokchilarni aniqlar ekan, 100 ta ishtirokchini aniqlab, shou qilar ekan, o'yin qilar ekan. Agar o'sha yerda kim yutib chiqsa, 500 million g'olibi bo'lar ekan. Do'stlar, mana shu yerda bir niyat qilib qo'ydim. Agar 1 milliondan oshib prosmotr o'yinga qatnashib, inshaalloh agar 500 million yutib oladigan bo'lsam, mana shu yerda va'da beraman sizlarga. 500 million pulga hammasiga nochor oilalarni va qiynalgan insonlarni umraga, shu yerlarga Allohning baytiga kelishiga sababchi bo'lib, shu hammasini shu umraga sarflaymiz. 500 million pulda hammasini bir nochor oilalarni shu umraga olib kelib, bir savobli ish qilamiz degan umiddaman. Niyat qo'ydim. Niyatlar amallarga bog'liq do'stlar. Qani bir kunda 1 million bo'larmikan? Ko'ramiz. Bir kun vaqt qoldi. Reverim showda agar ko'rishamiz do'stlar. Davay.